Hammaga xayrli kun. Bugun 15.06 sanasi uchun haftalik obzor ko'rib chiqamiz. O'tgan hafta analizimizdan ko'rgan bo'lsanglar, oltin 4200 target, ya'ni o'sha narxni manzil qilib belgilagandi. Ayni oltin o'sha narxlardan hattoki o'tib ham ketdi. Xo'p, bizlarni yangi haftada nimalar kutmoqda? Birinchi o'rinda shuni kutib olinayotgan yangiliklar bilan ko'rib chiqaylik. Xo'p, birinchi o'rinda bizada eng asosiy yangiliklardan biri shu hafta yana bitta kichik CPI bo'lishi kerak. Ayni mana shu CPI uchun bozorda kattagina volatilность kutiladi. Xo'p, bugun ayniqsa 15-kuni bitta 12:00 da chif kotirovkasi uchun bor ekan. 10 daqiqadan keyin xo'p, ertaga 16-iyun kunida Bank of Japan, ya'ni BOJ press konferensiyasi bor ekan. Yaponiyani valyuta juftligiga ta'sir qiladi. Xo'p, tentativ CPI maniki 17-iyun kunida CPI yangiligi funt uchun kutilmoqda. Dollar uchun FOMC yangiligi bor. Bu 17-kuni kechqurun soat 11:00 da va 11:30 da chiqadi. Volatilность juda ham yuqori bo'ladi, chunki Markaziy bank raisi va FOMC ga chiqadigan yangiliklardagi bir nechta stol almashinuvlari bo'lgan. Shuning uchun ham o'zgarishlar bu safar volatilность juda ham yuqori bo'lish ehtimoli baland. Xo'p, 4:00 da 18-iyun kuni funt uchun yangilik bor ekan. Xullas, bu hafta faqatgina 3 va 4-o'qish kunlar volatilность juda ham yuqori. Qolgan kunlarda deyarli texnik tahlil bilan birgalikda yurishga bozor ancha moyil bo'ladi. Endi texnik tahlil bo'yicha bozorni ko'rib chiqadigan bo'lsak, xo'p, bizada oltin uchun ayni holatda juda ham yuqori chastotada tepaga uchdi, chunki kelishuv bo'lishi kerak edi. Kelishuv amalga oshirilmadi va bozor kutilganda yuqoriga otdi. Xo'p, endi keyingi target qayerga bo'ladi? Birinchi o'rinda shuni bilib olishimiz shart. Xo'p, kunlik time frame ga oladigan bo'lsak, ayni holat bo'yicha bozorda yuqorida eng kuchli bozor minimum yechishida qoldirib ketgan fair value gap, ya'ni FV bor. Buni narxi 4385 va 79 zonalar bilan kirib kelishda ta'sir izlab ko'rsak bo'lar ekan. Endi hozirgi turgan joyi ham yaxshigina sell uchun pozitsiya bera oladi, chunki kunlik time frame da sell order block bo'lib qola olgan. 1 soatlik time frame ga oladigan bo'lsak, maksimumlarni yangilash to'xtab, minimum yangilash boshlangan. Xo'p, ayni mana shu holatda ham bozorda yaxshigina trend bor. O'zini time frame bu 1 soatlik time frame da yasalgan. 1 soatlik time frame dagi holatni hisobga oladigan bo'lsak, eng yaqin zonamiz PDX da ham 4245-40 oralig'i va shunda eng kuchli narxni kirishi ham bozorda xo'p 4204-4210 narx oralig'ida bayga kuchli order blok va kuchli ta'sir zonasini berib keta olgan. Bundan tashqari bozorda ayni liniyaga olib qaraydigan bo'lsak ham shu yerda SNR da endi kirib kelayotgan treyderlar ham biladi. Undan oldin ham atkat olib ketishi mumkin bo'lgan V breakout bo'lgan. Xo'p, endi bu oltinga nisbatan olinayotgan asosiy fokus 4 soatlik time frame da ham hozirgi holat buy, 1 soatlik time frame da ham bitta tasdiqlasa 4208 va 11 oralig'idan kuchli buyga tasdiqlar ko'rish kerak. Bu o'shanda ham kelishiga qarab, misol uchun bozor juda katta tezlikda oqib keladimi yoki sekinlik bilan high low'lar trend orqali keladimi, shunga qarab. Xo'p, biz kutayotgan targetimiz gapni qoplaganda ham 0.5 dan kirib yubormaymiz. 4210-4208 dan buyga urinish qilsak bo'ladi. O'shanda PDX dan buy order blockdan PDX ni ichki tasdig'iga yopila olmaganligidan tasdiq olib daily FV ga 4400 gacha bo'lgan oralig'iga ushlashga harakat qilib ko'ramiz bozor kelishiga qarab. Bu degani bizda hozirgi holat kichik time frame bilan sell bo'lib, bitta buyga otish ehtimolligi bor. Agar ichida high low yasay olsa, idealni buy ko'rsak bo'ladi. Bu oltin uchun yo'nalish edi. Endi ko'pchilik qiziqayotgan Bitcoinning yo'nalishi bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak. Bitcoinda har doimgidek gap so'z birinchi o'rinda katta liderlarning qiziqishiga va ularni har xil narxlarni bashorat qilib o'zini obro'ini yo'q qilishiga qaraydi. Xo'p, bizda eng kuchli time frame da nedela, ya'ni haftalik time frame da kuchli trendni yorib chiqish bo'lgan.
va bu kuchli yorib chiqish 2024-yildagi iyul oyidagi minimumga borib tegdi. Bu degani hozir eng kuchli sabr darajasida turibdi. Hozirgi har bir harakatda bu bitcoin uchun albatta bayga izlash kerak. Xo'p, qaysi holatlardan bay qo'shilsa bo'ladi? Birinchi o'rinda inverted fair value gap bo'lib qolgan. Hozir tasdiqlashni ham amalga oshirgan. Eng yaqin zonadan agar bu tezlik bilan hozir London sessiya oralig'igacha tashaveradigan bo'lsa, PVGdan tepaga yopilolmay tashsa, biza bu yerdagi entry qilamiz, ya'ni mana bu buy order block bilan entryni qilamiz. Hozirgi holatda kichik time framedan buy qidirib ko'rish kerak. Yuqorigacha bo'lgan oralig'da sell order block va kuchli invalid order block zonasigacha. Bu degani bitcoin uchun ham bir qismi bozor uchun bayda. Agar tepada yopilib qolsa, London sessiyagacha yana buy kutishimiz mumkin. Agar London sessiyani overlap 12:30 gacha bo'lgan oralig'ida ham tepada yopila olmay pastga yopilib qolsa, keyingi targetdan buy entry qilamiz. Xo'p, bu bugunga qilinayotgan analizdan eng kattasi edi. Oltin yo'nalishini ko'rib olgan bo'lsalar, endi dollar indeksi yo'nalishini ko'rib olamiz. Buni ham o'tgan hafta analiz qilganmiz. Trend yorib chiqqanligi uchun kuchli tasdiq yuqoriga bo'lishi kerak edi. Xo'p, o'tgan hafta analizimizdan tashqari ancha impuls berib qo'ygan. Hozir ham kuchli buy order block zonasida. Hozirgi holatda ayniqsa dollar indeksiga nisbatan euro dollar oltin teskari yuradi deydiganlarga fikrdan uzoq bo'lib turinglar. Chunki oltinni kecha masalan payshanba kuni statistika chiqdi. Valyutalar, boshqa aksiya obligatsiyalarga tikilgan pul 1 yil davomida 23% gacha daromad keltirgan. Lekin oltinga kiritilgan pul yil davomida bo'lgan, masalan 1-yanvardan boshlab sotib olingan oltin mana shu 6-oy oxirigacha bo'lgan muddat oralig'ida 4% zarar keltirgan. Bu degani aytaylik, 100 ming dollarlik oltin sotib olgan bo'lsangiz, 100 mingdan 4% bu sotib olib pulimni ushlab turdim degan taqdiringizda ham 4% zarar deyapti. Valyutalarda esa 23% gacha ko'tarilib tushishidan qat'iy nazar 23% dan 13% gacha foydada yopilgan degan statistika chiqdi. Ayni mana shu sabab ham oltinga bo'lgan xavotirni oshirdi. Bundan tashqari Xitoyda sun'iy oltin yaratilgan. Hozircha 1 oy, 1 hafta oralig'ida o'sha zichligini ushlab turilib, keyin yovib qolyapti. Bu degani xuddi sun'iy olmos paydo qilishganida endi sun'iy oltin ham bo'lish ehtimolligi kundan kun oshyapti. Endi misol uchun nimalar bo'ladi? Aytaylik, oltinda sun'iy yaratilish paydo bo'ldimi? Bu degani uni qazib olishga ketadigan sarf xarajatlar birmuncha kamayib ketadi. Sizlar qancha oltinda savdo qilganda ham agar sun'iy oltin o'ylab topildi deganda eng minimal narxlargacha tushib ketishi mumkin. Misol uchun tasavvur qiling, 100 tonna oltin qazib olish uchun ketadigan sarf xarajat, oylik ish haqqi, portlatib u toshlar orasidan o'pirib olish, eritish va tashib uni olib chiqishgacha bo'lgan oralig'dagi hamma rasxodlar shunchaki bitta laboratoriyaga tayyor qazib olingan alyumin, mis va hokazo o'zi qanaqadir sostav o'ylab topishgan, shu sostav bilan yaratib qo'ya qolinadi. Tilla uzukini ham pajasi shunday kiradi laboratoriyaga, shunday tilla yombini ham tilla uzukda ham yasab chiqaveradi. Shuning uchun ham oltinga bo'lgan qadr yo'qolish ehtimoli juda ham oshib boryapti. O'zbekistonda tillachilar videolarini ko'rib, voy bozorda tilla tushib ketdi, sotib olinglar, 5600 ga chiqib ketgandi degan gapni eshitsanglar ham ehtiyot bo'linglar. Chunki oltin sun'iy yaratilish imkoniyatiga ega bo'lgan metallga aylanyapti. Bu degani siz oltinga ushlab turadigan har qanday narsa qadr qiymatini yo'qotish ehtimoli oshadi degan. Hattoki medal bo'lsa ham qizig'i yo'q. Rus tillasi yoki Turkiya tillasi degan gap asta-asta yo'qoladi. Xo'p, oltin uchun qisqa analizimizni bu tasdiq olmasdan turib sell yo'q. Agar hozir London New York sessiyagacha bo'lgan oraliq 4360-74 zonagacha chiqib boradigan bo'lsa, 5 minut va 1 minutlik time framedan sell izlang. Lekin hozir sell yo'q. Baribir ham bozorda kichik time frame bilan buyga o'tib chiqib ketaveradi. YouTube kanalidagi analizdan o'tib ko'rganda qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin. Описаниеda kerakli linklarni qoldirib, sizlarga kerakli materiallarni, yana ham qo'shimcha linklari va o'zimning lichkamni qoldiraman.
brokerda bo'ladigan muammolar yoki o'zingizga tug'ilgan qanaqadir trading bo'yicha savollar bo'lsa bemalol o'zimga o'tib yozsanglar qo'llangancha javob beramiz. Kuningiz yaxshi o'tsin. Yangi hafta hammaga barakali kelsin.